turnidan chiqishdan qat'iy nazar qayerga borsa ana shu izi bilan orqaga qaytadi. Barakalla, judayam to'g'ri javob. Marhamat, ekranga nazar qaratamiz. Keyingi javobni ham keyin guruhga so'raymiz. Demak, 75% qorachiq guruhiga barakalla. Sizlar hamisha bilimli va eng zo'r guruh sifatida hammamizni lol qoldirib yurgan guruh. Bir itni ko'rganimda u it haqida gapirishdan qo'rqaman. Negaki Alloh meni itga aylantirib qo'ymasin deb. Juda ham ajoyib va eng teran ma'noli fikr. Juda ham to'g'ri javob bo'ldi. Qoniqarli javob bo'ldi desak bo'ladi. 15 yillik ta'lim xarajatlarini chiqarib beradi. Barakalla, haqqoniy javob. Barakalla, yutuqlar qutlug' bo'lsin. Bundan keyin bundan ham chiroyli mukofotlarni olishni Alloh nasib etsin. Elbrus, siz baxtlisiz, shunday ajoyib bilimli ishtirokchilarimiz bor. Ya'ni Qarachiq komandasi 16 ball olib chempion bo'ldi. Lekin Turkiston bilan Chipon komandasi ham 15 ball to'playdi. Bu degani Qarachiq kuchli, Chipon yoki Turkiston kuchsiz degani emas. Bu teng degani. Barakalla, javob to'g'ri. YouTube tarmoqlari bo'yicha eng ko'p like yiqqan hamda eng yaxshi kommentariyalar yozilgan. Bu kitob sizlarinki. Aha. Mana shu ikki qizinki bu kitob. Hozir уже bir 50 martada takrorlab tashladik biz Farida Muhammadiyni. Har takrorlaganda yana ham yangi narsa o'rganyapmiz. Men bugun o'zim birinchi marta mana shunday bir chiroyli tadbirda boshqaruvchi bo'lganimni quvonib turibman, xursand bo'lib turibman. Ushbu mukofotlarni ikkinchi onalaringizga yetkazib qo'yasizlar degan umiddamiz. Bundan keyin mana shu stolda o'tirib sizlar bilan birga biz ham bellashamiz degan niyatda bo'lib turibmiz. Yengishni ham bilish kerak, yengilishni ham bilish kerak. Biz Chipon komandasi yenggan paytda quvonishni ham bilamiz, yengilgan paytda boshqa komandaning quvonchiga sherik bo'lishni ham bilamiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kitobni sevar kitobxonlar. Sizlar bilan bugun mana shunday ajoyib kunda, bahorning juda ham bir chiroyli kunida diydorlashib o'tirar ekanmiz. Bugungi kitob sevarlar klubiga xush kelibsiz deymiz. Shaxsning rashki oilani himoya qiladi. Millatning rashki esa vatanni himoya qiladi. Mana shunday chiroyli so'zlar bilan bugungi dasturimizni boshlar ekanmiz. Shiorimiz bilan tanishtirib o'tmoqchimiz. Yaxshilikni qilsa har kim qilsin, ammo har kuni qilsin. Hurmatli do'stlar, aziz kitob sevarlar, biz sizlarning har bir chiqishlaringizni YouTube va shuning bilan birga Facebook va Instagram tarmoqlarida tomosha qilar ekanmiz. Sizlarning jonkuyarlaringiz kundan kunga ko'payib borayotganligini guvohi bo'lib o'tiribmiz. Bu deganimiz millatdoshlarimiz orasida, xalqimiz orasida kitobni sevadigan kitobxonlarning soni tobora oshib borayotganligining belgisi. Shunday ekan, mana shunday bir chiroyli ishlarga bosh-qosh bo'lib yurgan siz azizlarga rahmatlar aytgan holda barchangizga bugungi bellashuvimizda omad tilab qolamiz. Marhamat, unda hozir qarsaklar bilan yana bir marta bugungi tadbirimizni boshlaymiz. Odatdagidek bugun bizning bellashuvimizga 4 ta guruh tashrif buyurishgan. Demak, birinchi guruh hamisha chiroyli javoblari bilan, zukkolik bilan ko'rinib yurgan Chipon guruhi. Qarsaklar bilan Chipon guruhini olqishlab qo'yamiz. Va juda ham bilimli va zukko a'zolari bo'lgan Suvloq guruhiga alohida qarsaklar bo'lsin. Turkiston shahrimizni himoya qilib turgan mana bu 3-guruhga
yoshlari katta bo'lsa ham kitob o'qishda yoshlarga namuna bo'layotgan ajoyib bir komandaga yana bir olqishlar. Va shuning bilan birga juda ham bir chiroyli guruh. Har bir bellashuvda mana shu kitobxonlar klubining har bir sonida chiroyli javoblari bilan, tahlillari bilan ko'zga ko'rinib turgan Qorachiq guruhiga ham omadlar tilab qolamiz. Aziz do'stlar, bugun bizning bellashuvimizga, bugungi 35-sonli tadbirimizga, chiqishimizga mehmonlar ham tashrif buyurishgan. Hozir endi navbatini mana shu mehmonlarni bir-bir tanishtirib o'tamiz va shuning bilan birga hozir 4 ta guruhning birinchisi bo'lib o'tirgan Chipon guruhi a'zolarini bellashuvimizni boshlab berishni iltimos qilamiz. Marhamat. Demak, savollar ekranda ko'rsatilgan. Agar diqqat qilgan bo'lsangiz, ekranga e'tibor qaratamiz va har bir guruh o'zi tanlagan savolni ochadi va shu savolga javob beradi. Javobga 30 soniya vaqt beriladi. Marhamat. Demak, bugungi bellashuvimizni boshlaymiz. Chipon guruhi, marhamat. Elbrus, sizning guruhingiz qaysi raqamni tanlaydi? Birinchi raqam savol ochiladi. Diqqat bilan e'tibor qaratamiz. Marhamat, savolni o'qing. Germaniya davlati qaysi qit'ada joylashgan va uning poytaxtini ayting. Demak, vaqt ketdi. 30 soniya beriladi. Germaniya davlati qaysi qit'ada joylashgan va uning poytaxti? Javob tayyor. Javob tayyor. Demak, javobingiz Germaniya davlati poytaxti Berlin. Yevropa qit'asida joylashgan. Yevropa qit'asida. Judayam to'g'ri javob. Tekshiramiz to'g'ri javobni. Barakalla. Barakalla Chipon guruhiga. Xo'sh, navbatdagi guruh, marhamat, Sunoq guruhi. Qaysi raqamni tanlaymiz? Nechinchi savol? Ikkinchi savol. Ikkinchi savol, e'tibor qaratamiz. Xorvatiya davlati qaysi qit'ada joylashgan va Xo'sh, vaqtimiz tugadi. Marhamat, Qorachiq guruhi. Taxminiy javob bo'lsa ham bo'ladi. Makedoniya davlati Yevropa qit'asida joylashgan. Poytaxti shu poytaxtini sal bilmay turibmiz. Xo'sh, poytaxtini birinchi guruh Chipon guruhidan javob bormi? Poytaxti Skopje, qit'asi Yevropa. Yevropa. Barakalla. Javob to'g'ri. Tekshiramiz. Juda ham to'g'ri javob. Barakalla. Xo'sh, davom etadi. Bizning keyingi bellashuvimiz keyingi raqamni tanlashni davom ettiramiz. Marhamat, Sunoq. 8-raqam. 8-raqam. Yolg'on so'zining ma'nosini ayting. Vaqt ketdi.
Javob tayyor. Javob tayyor. Demak, javob Yolg'on so'zining ma'nosi yong'in. yong'in. Xo'sh, keyingi guruhda javob bormi? Yolg'in so'zining ma'nosi yolg'in. Taxmin yolg'aqlik. Yolg'aqlik. Demak, qarachiq guruhi marhamat. Javob, taxminiy javob yo'q. To'shin javob bor. Yolg'iz. Yolg'iz. Javobni tekshiramiz. Barakalla, javob yolg'iz. Demak, bu savolning javobini Chipon guruhi a'zolari topishdi. Davom etamiz. 3-guruhimiz Turkiston guruhi. 5-savol. 5-savol. Ketdik. Taxavvul so'zining ma'nosini ayting. Tag'oful so'zining ma'nosini ayting. Marhamat, vaqtimiz tugadi. Javob. Bizda javob taxmin. Taxavvul so'zi adashish degan ma'noda. Qanday adash? Adashish. Adashish. Xo'sh, keyingi guruhda javob bormi? Qorachiq guruhi. Tag'oful so'zining ma'nosi g'ofil, bexabar degan ma'noni bildiradi. Barakalla, javob to'g'ri. Tekshiramiz. Bexabar, g'ofil. Ofarin. Xo'sh, aziz guruh a'zolari, davom etamiz. 4-guruhga keldik. Qorachiq guruhi tanlaydi. Marhamat. Nechinchi savol. 6-savol. Ketdik. Muazzab so'zining ma'nosini ayting. Xo'sh, vaqt ketdi. Muazzab so'zining ma'nosi. Vaqtimiz tugadi. Marhamat, qorachiq guruhi javob bormi? Muazzab so'zining ma'nosi azobdaman, ya'ni azoblanish yo bo'lmasam shu. Barakalla, javob to'g'ri. Tabriklaymiz. Ekranga e'tibor qaratamiz. Demak, javobimiz to'g'ri. Ofarin, barakalla. Xo'sh, keyingi Azobdaman. guruhga navbat beramiz. Marhamat. 1-guruh savol tanglaymiz. 7-savol. 7-savol. Ketdik. O'qiymiz, Firuz. Amsol so'zining ma'nosi. Javob tayyor. Vaqt kerak emas demak, a? O'xshash shu kabi degan. O'xshash shu kabi. Tekshiramiz. Barakalla, ofarin. Chipon guruhiga omadlar. Juda ham to'g'ri. Keyingi guruhimiz 9-savol. 9-savol. Marhamat. Zuv boradi, zuv keladi, alham o'qiydi, gilam to'qiydi. Bu nima? 30 sekund vaqt beriladi. Zalda jimlik saqlansin, aziz kitobsevarlar. Jimlik saqlaymiz, faqat shu guruh muhokama qiladi. Zuv boradi, zuv keladi, alham o'qiydi, gilam to'qiydi. Bu nima? Ajoyib topishmoq. Xo'sh. Javob ari. Javob ari. Xo'sh. Javob aslida to'g'ri. Endi qanday ari? Shuni aniqlab olmoqchi edik. Qanday ari? Asalar, barakalla, asalar. Juda ham to'g'ri javob. Juda ham to'g'ri javob. Xo'sh, marhamat. Qaysi guruh? 10-savol. 10-savol. Ketdik. Abu Zar G'aforiyning janozasini kim o'qigan? Aha. Abu Zar G'aforiyning janozasini kim o'qigan? Marhamat. Javob tayyor. Javob tayyor. Marhamat. Abu Zar G'aforiyning janozasini Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu o'qiydi. Aferin, barakalla. Juda ham to'g'ri javob. Buning dalili mana ekranda chiqib turibdi. To'g'ri javobni ko'ramiz. Barakalla, qutlug' bo'lsin. Xo'sh, davom etamiz. 1-guruh Chipon guruhi. 11-savol. 11-savol. Ketdik. O'qiymiz shu savolni. Ekranga e'tibor qaratamiz.
biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'lurmi deb qaysi sura va qaysi oyatda keltirilgan? Xo'sh, vaqt ketdi. Zalda jimlik saqlansin. Demak, bu birinchi guruhga berilgan savol, o'zlari tanlagan savol. Biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'lurmi? Qaysi sura va qaysi oyatda keltirilgan? Qur'oni Karim kitobidan olingan savol. Jimlik saqlaymiz aziz kitobxonlar. Marhamat. Chipon guruhi javob bormi? Marhamat. Taxminiy javob G'ofir surasining 10-oyati. Qaysi sura? G'ofir. Xo'sh, keyingi gruppada javob bormi? Suvnoq guruhida. Bizda ham taxmin Inson surasining 9-oyati deb turibmiz. Xo'sh, keyingi gruppada bormi? Zumar surasi 9-oyat. Qaysi sura? Zumar surasi. Barakalla, javob to'g'ri. Zumar surasi 9-oyat. Barakalla. Xo'sh, ikkinchi guruh savol tanlash sizda. Oxirgi 12-savol. 12-savol deydi. Ketdik. Abdulloh ibn Muborak 20 ming atrofida hadis sharifni qaysi g'alabadan so'ng rivoyat qilgan? Xo'sh, vaqt ketdi. Demak, Abdulloh ibn Muborak 20 ming atrofida hadis sharifni qaysi g'alabadan keyin rivoyat qilgan? Javob tayyor. Javob tayyor, marhamat. Abdulloh ibn Muborak 20 ming atrofida hadis sharifni Tarsus, hozirgi Turkiyadagi Anadolu shaharidagi g'alabadan keyin rivoyat qilgan. Tarsus g'alabasidan keyin. Qo'shimcha aytadiganlar bormi? Tarsus va Misis degan shahar ham bor. Barakalla, mana endi javob to'liq bo'ldi. Ofarin, tabriklaymiz. Marhamat, mana ekranda to'g'ri javob. Keyingi gruppa so'nggi qorachiq guruhi, marhamat, javob tanlaymiz, savol tanlaymiz. 13-savol. 13-savol, ketdik. O'qiymiz savolni. Abdulloh ibn Muborak chiroyli savol haqida Ali roziyallohu anhuning qaysi hikmatli so'zini keltirdi? Vaqt ketdi. Abdulloh ibn Muborak chiroyli savol haqida Ali roziyallohu anhuning qaysi hikmatli so'zni keltirdi? Diqqat qilamiz, tinchlik saqlaymiz, e'tibor qaratamiz. Bir-birimizga xalaqit bermaslikka harakat qilamiz. Vaqt tugadi. Marhamat, javob qorachiq guruhidan Zulfiya. Bizda javob taxminan Ali roziyallohu anhuning hikmatli so'zlaridan bu kishining savol berishiga qarab uning ilmining saviyasini aniqlash, darajasini aniqlash mumkinligi haqida keltirilgan. Ilmining javob to'g'ri savol qo'yish ilmning yarmi ekanligini bildirish ma'nosidagi so'zlar bo'lishi mumkin. Sizning javobingizni qabul qilamiz, negaki javob shunga yaqin bo'ldi. Endi ekranga nazar qaratamiz, marhamat. Chiroyli savol ilmning yarmidir. Demak, mazmuni to'g'ri keldi, shuning uchun Zulfiya tabriklaymiz. Xo'sh, keyingi gruppa Chipon guruh, marhamat, savol tanlash sizda. 14-savol. 14-savol, ketdik. Ilmli odamning yoqimsiz ishi nima? Vaqt ketdi. Vaqt tugadi, marhamat. Ilmli odamning yoqimsiz ishi nima? Bizning javobimiz taxmin. Ilmli odamning yoqimsiz ishi ilmni chala qoldirib ketishi. Ilmni chala qoldirib ketishi. Xo'sh, keyingi gruppada javob bormi? Sizga katta rahmat javobingiz uchun. Suvnoq guruhidan. Ilmli odamning yoqimsiz ishi yalqovlik, adabsizlik, ilmga amal qilmasligi. Ilmga amal qilmaslik. 3-guruh javob. Ilmli odamning yoqimsiz ishi nima? Ilmli odamning yoqimsiz ishi o'zi bila turib, teskarisini aytib, jinnilik qilishida. 4-guruhga ham e'tibor qaratamiz. Marhamat. Ilmli odamning yoqimsiz ishi nima degan savolga ilmli odam ilmga qaramasdan jinniklar qilishi va jinniklar qilgan vaqtda u 3 holatda
o'zining ilmini yo'qotadi, ya'ni birinchisi u o'zi vafot etadi va ilmini yo'qotadi. Ikkinchisi vafot etgan vaqtda, ikkinchisi o'sha ilmini yo'qotadigan bir do'stlar bilan, odamlar bilan do'stlashib ilmini yo'qotadi deb aytadi. Demak, ilmsiz do'stlar bilan do'st bo'lgan vaqtda ilmni yo'qotadi deb o'ylaysiz. Xo'sh, aziz bugungi kitobxonlar bellashuvga kelgan kitobsevar do'stlar, demak, to'g'ri javobni ekranga qarab bilib olamiz va hakamlar hay'ati a'zolariga kimga qanday ball qo'yishni topshiriq qilamiz. Marhamat, ekranga e'tibor qaratamiz. Demak, to'g'ri javob beodoblik va ilmli bo'lishiga qaramasdan jinniliklar qilishi. Hakamlar hay'ati. Sizni hakamlar hay'atiga topshiramiz. Farhod, xush kelibsiz. Savol egalarining javobi 75% ga yetmadi. Qolganlarniki 100% chiqish shart edi. 100% chiqmadi. Shuning uchun kimdadir beodoblik qoldi, kimdadir ilmli bo'lishiga qaramay jinnilik qilish qoldi. Shunga qabul qilamadik. Demak, qabul qilmadi. To'g'ri foizga, to'liq foizga yetmadi, shundaymi? Xo'sh, hakamlar hay'ati a'zolarining qarorlari bilan biz kelishamiz. Negaki, haqiqatan ham xuddi mana shunday holatga duch keldik. Xo'sh, kayfiyatni tushirmaymiz, aziz kitobxonlar. Demak, davom etamiz. Ikkinchi guruh, so'naq guruhga navbat. 15-savol. 15-savol. Fantom og'rig'i kitobida Jaloliddin Rumiyning odob haqidagi qaysi hikmatli gapi keltirilgan? Vaqt ketdi. Tinchlik saqlaymiz. Javob tayyor, marhamat. Odob imonning tashqi libosidir. Ilmning tashqi libosidir. Odob, yana bir marta javobingizni ayting. Odob? Odob imonning tashqi libosidir. Odob imonning tashqi libosidir. Odob ilmning tashqi libosidir. Mana endi keyingi gruppaga beramiz. Ilmning aqlning tashqi libosidir. Xo'p, barakalla. Endi javobga e'tibor qaratamiz. Marhamat. Odob to'g'ri javob qaysi? Odob aqlning tashqi libosidir. Demak, Turkiston guruhi a'zolarining javobi to'liqroq bo'ldi. So'naq guruhi a'zolari faqat bitta so'zda adashdi. Aql bilan ilm o'rganiladi. Ammo ikkovi menimcha ikki xil narsa. Ikkovi bir-bir bilan uzviy bog'liq narsa, lekin ikkovi bir xil narsa deganga buncha ko'nglimiz to'lmay turibdi. Davom etamiz. 3-guruh, marhamat, Turkiston guruhi. 16-savol. 16-savol. O'qiymiz. Abdulloh ibn Muborak Zamzam suvini nima niyatda ichgan? Marhamat, vaqt ketdi. Jimlik saqlaymiz. Avtobopay vaqt kerak emas. Xo'sh, javob. Javob tayyor. Abdulloh ibn Muborak Zamzam suvini qiyomat kuni chanqamaslik niyatida ichadi. Barakalla, Avtobopay, barakalla. Turkiston guruhining eng faol ishtirokchilaridan biri. Javob to'ppa-to'g'ri. Mana ekranda javobi chiqib turibdi. Demak, qiyomat kuni chanqamaslik niyatida ichgan. Davom etamiz. Birinchi guruh a'zolari, Chipon guruhi, marhamat. 17. 17-savol. Agar sizga umringdan bir kuni qoldi deya xabar kelsa, siz bu kunni qanday o'tkazar edingiz degan savolga Abdulloh ibn Muborak nima deb javob berdi? Vaqt ketdi. Agar sizga umringdan bir kun qoldi deya xabar kelsa, siz bu kunni qanday o'tkazar edingiz degan savolga Abdulloh ibn Muborak nima deb javob bergan edi degan savol tushdi. Chipon guruhiga marhamat. Feruzbek, vaqt tugadi. Javob. Abdulloh ibn Muborak agar bir kun qoldi degan xabar berishsa, Abdulloh ibn Muborak men kishilarga yaxshilik va ilm o'rgatar edim deb javob beradi. Sababi, agar men toat ibodat qiladigan bo'lsam, u o'zim uchun, yaxshilik va ilm o'rgatadigan bo'lsam, u ummatimning solihi uchun deb javob beradi. Barakalla. Javob qabul qilinadi, shundaymi? Demak, to'g'ri javobni yana bir marta ekranga qarab o'zimiz isbotlab olik. Odamlarga yaxshiliklar qilish va xayrli ishlarni o'rgatish bilan o'tkazadi. Ofarin, tabriklaymiz. Keyingi guruhimiz, ikkinchi guruh, So'naq guruhi. 18-savol. 18-savol. Savolni o'qiymiz. Imom Abu Hanifa va Sartarosh Hijom o'rtasidagi mashhur hazilni aytib bering. Imom Abu Hanifa va Sartarosh Hijom o'rtasidagi mashhur hazilni aytib bering. Vaqt ketdi.
vaqt tugadi, marhamat, javob. imom Abu Hanifa sartaroshning oldiga keldi. E'tibor qaratamiz, xo'sh. Oq sochlarni olib tashlang deganda hijam oq sochni olishga bo'lmaydi, ko'payib ketadi deydi va unday bo'lsa mening qora sochlarimni olib tashla, qora sochlarim ko'paysin deb aytadi. Barakalla, judayam to'g'ri javob. Marhamat, ekranga nazar qaratamiz. Boshimdagi oq sochlarni olib tashla deganda Hishom unday qilmayman, chunki oq sochlar ko'payib ketadi degan so'ziga Imom Abu Hanifa unday bo'lsa qora sochlarni olib tashla, shunda qora sochlarim ko'payib qolar degan ekan. Juda ham to'g'ri javob. Barakalla, ofarin. Xo'sh, 3-guruh Turkiston guruhiga navbat. 19-savol. 19-savol navbatdagi savol. Hammod shogirdi Imom Abu Hanifaga xo'roz haqida nima dedi? Vaqt ketdi. Hammod shogird Imom Abu Hanifaga xo'roz haqida nima degan? Vaqt tugadi. Javob. Abu Hanifa majlis qurib o'tirganda xo'roz qichirgan paytda majlisni tugatadigan bo'ladi va bir kuni majlis endi boshlanayotgan paytda xo'roz qichqirib qoladi va shunda Abu Hanifa aytadi, xo'rozning yomoni kechaning birinchi qismida qichqirgani deb. Barakalla, javob judayam to'g'ri. Ofarin. Xo'sh, 4-guruh qorachiq guruhga navbat beriladi. Nechinchi savol? Oxirgi savol, 20-savol. 20-savol. Ketdik. Azam Hoshimiy qanday mashq turlarini yetuk o'rgangan? Vaqt ketdi. Azam Hoshimiy qanday mashq turlarini yetuk o'rgangan? Jimlik saqlaymiz, boshqa guruh a'zolari jimlik saqlaymiz. Marhamat, vaqtimiz tugadi. Qorachiq guruhiga javob. Suvda yaxshi suzgan va suv ostida nafasini yaxshi ushlab turgan va kamondan yaxshi o'q otgan. Kamondan yaxshi chopgan. Xo'sh, barakalla. Demak, to'g'ri javobga e'tibor qaratamiz. Javobingiz to'g'ri qabul qilinadi. Ofarin. Suzishni hamda suv ostida uzoq turish mashqini yaxshi biladi. Tabriklaymiz. Xo'sh, aziz kitobxonlar, mana savollarga javob berishda har bir guruhning a'zolarining faolligini ko'rib quvonib o'tiribmiz. Demak, 35-sonli bo'layotgan bugungi bellashuvimiz ham talabga mos bir chiroyli o'tyapti degan niyatdamiz. Mana shu bizning bugungi sonimizni ko'rayotgan va bundan keyin ham tomosha qilayotgan tomoshabinlar bo'lsin, muxlislar bo'lsin, bu chiqishga qiziqib keyingi safar safimiz yanada kengayadi degan umiddamiz. Barakalla. Xo'sh, masalan, Chipon guruhi davom etamiz. Chipon guruhi emas, Suvnoq guruhi. Marhamat. 21-savol. 21-savol. Ketdik. Yaponiyaliklar qanday qilib muvaffaqiyat va taraqqiyotga erishganligining sababini amerikalik professorlar nimada deb topishdi? Vaqt ketdi. Jimlik saqlaymiz. Yaponiyaliklar qanday qilib muvaffaqiyat va taraqqiyotga erishganligining sababini amerikalik professorlar nimada deb topishdi? Marhamat, javobingiz Suvnoq guruhi. Bizning javobimiz amerikalik professorlar yaponiyaliklarning muvaffaqiyatlarini ular ertalab turadi va ayollari professor darajasida bo'lsa ham o'z erlariga nonushta tayyorlab, erlarning oyoq kiyimlarini yaltiratib surtib qo'yadi. Tong ertalab ayolning muhabbati bilan chiqqan erkak bor kishini ishga soladi deb tushuntirgan. Va demak, erlarini hurmatini joyiga qo'ygan hisobida deb o'ylaysiz. Marhamat, keyingi guruh odob ham odoblar haqida aytilgan. Xo'p, ham odoblar haqida. Xo'sh, keyingi guruh javob bormi? Demak, Suvnoq guruhining javobga qo'shilasiz. Shunday qo'shimcha ma'lumotlar yo'q. Xo'sh, qorachiq guruhida javob bormi?
xuddi shu Sunoq komandasining javobiday, ya'ni shu ayollarning mehr muhabbati bilan ishga otlangan erkaklar bor naqalarni, bor kuchlarini ishga, bor e'tiborini ishga qaratganligi uchun taraqqiyot va muvaffaqiyatga erishadi. Endi amerikalik professorlar bu haqda, ya'ni erkak bilan ayolni bir-biriga bo'lgan sadoqatining orqasida, itoat va sadoqatining orqasida shu darajaga yetishdi muvaffaqiyat va taraqqiyotga deydi. Xo'sh, Chipon guruhida javob bormi? Demak, faqat odob va erkaklarni hurmat qilishdami yo qo'shimcha boshqa ma'lumotlar ham aytamizmi? Bu yerda ta'bir narsa aytilib ketgan bu. Yaponiyaliklar qaraganda yerga qarab turgan mening ne deydi? Nigohim bilan unga zarar yetkazmay degan ma'noda yerga qarab turadi degan narsasi bor endi bilmayman. Demak, odob masalasida aytmoqchisiz, odob, axloq. Xo'sh. Endi to'g'ri javobni ekranga e'tibor qaratamizda va qaysi guruhning javobi qanchalik to'g'ri shunga qarab o'zimizga baho beramiz. Marhamat. Demak, yaponlarning axloqi va ular o'z ishini, kasbini, halollikni ibodat darajasiga qilishadi, ibodat. Mana shu ibodat darajasiga yetkazgani uchun shunday eng yuqori cho'qqilarni zabt etgan degan to'g'ri javob ekan. Axloq degan so'z 4 tala guruhda ham bo'ldi adashmasam, ammo keyingi so'zlar ibodat darajasiga yetkazdi degan to'lqonli javob biz 4 ta guruhdan ham eshitmadik. Shuning uchun kayfiyatini tushirmaymiz, davom etamiz. Xo'sh, 3-guruh. 22-savol. 22-savol ketdik. Marziya Saidam tuya haqida qanday ma'lumot bergan? Vaqt ketdi. Marziya Saidam javob tayyor. Vaqt kerak emas ekan. Xo'sh, javob Oftobopay. Marziya Saidam tuya haqida mana shunday ma'lumot beradi. Tuya qaysi manzildan chiqishdan qat'iy nazar qayerga borsa, ana shu izi bilan orqaga qaytadi. U bosib o'tgan izini qaytadan bosadi, boshqa joydan iz bosmaydi degan ma'nodagi nini aytadi. Demak, bir bosgan izini o'tsa ham shu izdan qaytadan orqaga qaytadi deganda. Demak, javobni to'liq bilan qabul qilamiz degan umiddamiz. Biroq hakamlar hay'atlaridan so'raymiz. Ma'nosi to'g'ri keldi menimcha. Ma'nosi to'g'ri keldi-ya. Oftobopay tabriklaymiz, ammo to'lqonli kitobdagi javobni ekranga qarab bilib olamiz. Kitobdagi javob. Bir tuyam bosgan izini 10 yildan keyin yana adashmay bosib o'tadi. U bosgan izlarni hargiz unutmaydi. Barakalla. Demak, javobingiz ma'nosi to'g'ri keldi. Ofarin Turkiston guruhiga. Xo'sh, 4-guruh marhamat, savol tanlash sizda. 23-savol. 23-savol. Nima uchun Amon opasiga Usmonni bozorga olib bormang dedi? Xo'sh, vaqt ketdi. Nima uchun Amon opasiga Usmonni bozorga olib bormang dedi? Vaqt tugadi. Javob. Nima uchun Amon opasiga Usmonni bozorga olib bormang dedi desa, chunki Usmon sal o'zi mechkayroq bo'ladi. Bozorga borganda har xil ovqatlarni olib bering deb xarxasha qilmasligi uchun Amonning ovqatini ham yeb qo'yadi o'zi Usmon. Shuning uchun olib bormang degan bo'lsa kerak. Demak, Amonning ovqatini yeb qo'ygani uchun bozorga olib bormang dedi. Xo'sh, hakamlar hay'atini nima qilamiz? Amonning ovqatini yeb qo'ygani uchun jazo sifatida, ya'ni bozorga olib bormang deb aytadi-da. Hakamlar hay'ati. Keyingi gruppaga beramizmi yo javobni qabul qilamizmi? Javobni keyin gruppaga beramizmi? Javobini qabul qilamiz. Endi javobingiz taxminan to'g'ri, ammo qaysi ovqat yaxshilab ekranga e'tibor qaratamiz. Marhamat, to'g'ri javob kitobdagi javob. Har kuni tuya qilib beraman deb Amonning nonining chekkasini non ovqatning otasi bo'lgani uchun javobimizni qabul qilamiz. Barakalla Qorachq guruhiga. Javob to'g'ri. Xo'sh, 1-guruh Chipon guruhi davom etamiz. 24 ketdik. Alvida vatan kitobida keltirilgan G'ofirjon qori qanday inson edi? Vaqt ketdi.
Alvido vatan kitobida keltirilgan G'ofirjon qori qanday inson bo'lgan? 24-savol. Marhamat, Feruzbek. G'ofirjon Jimlik qori saqlaymiz. Aha. o'zi qori kishi. Xushovoz, 7 qiroat ilmini o'rgangan. Xo'sh. Kam gap, shunday yaxshi inson edi. Xo'sh. So'zlamasa so'zlamasdi bir. Xushovoz, 7 qiroat ilmini puxta o'rgangan. Xo'sh, barakalla. Ammo yana bir javobimiz bor. Nima qilamiz hakamlar hay'ati 75 bo'lsa a'zolari? bo'ldi deb kelishgan. U javob ham to'g'ri, lekin keyingi guruhga imkon beramizmi, yo'qmi? Ya shu savolni, shu javobni to'liqroq qabul qilamizmi, Farhod? Ya keyingi javobni ham keyingi guruhdan so'raymizmi? Qabul qilamiz, ha? Barakalla, qabul qilamiz Feruzbek. Ammo yana bir javobi bor. Ekranga yaxshilab diqqat nazar qilib olamiz. Qiroatini tinglagan kishi zavq-u shavqqa to'lib toshardi. Ya'ni bu qorining qiroatini tinglagan har bir inson Qur'onning karomatini yanada mukammal his qilardi degan so'z. Endi to'g'rilab bilib oldik, ha? Xo'sh, davom etamiz. 3-guruhga beramiz navbatni Turkiston guruhi. Marhamat, savol tanlash huquqi sizda. 25-savol. 25-savol. Ketdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xodimlaridan biri bo'lgan Uqba ibn Omirning vazifasi nima edi? Marhamat, savol tushunarli, vaqt ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xodimlaridan biri bo'lgan Uqba ibn Omirning vazifasi nimadan iborat edi? Vaqt tugadi. Turkiston guruhi javob. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xodimlaridan biri bo'lgan Uqba ibn Omirning vazifasi nima edi? Bu kishi g'azot safarlarida yoki bir yerga safarga chiqqan paytlarida oti duldul bilan yo tuyalarini yetaklab yurar edi. Shunga qarash, boqish shuning xizmatida edi. Xo'sh. Tuyasi bilan otiga qarardi. Duldul. Tuya bilan otga qarardi, duldulga. Xo'sh. Ma'nosi to'g'ri. Barakalla. Endi to'liqroq javobni ekranga qarab bilib olamiz. Marhamat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hajrlari duldulni boqish, kutish va safarda uni yetaklab Rasulullohni mindirish, tushirish kabi xizmatlarni bajarish edi. Tabriklaymiz Turkiston guruhi, barakalla. Navbatdagi guruh, Qorachiq guruhiga beramiz. Savolni tanlaymiz. 26-savol. 26-savol. Fatima radhiyallohu anhoning farzandlari nechta va ularning ismlarini aytib bering. Xo'sh, vaqt ketdi. Fatima roziyallohu anhuning farzandlari nechta va ularning ismlarini aytib bering. Marhamat, vaqt tugadi. Fatima roziyallohu anhuning farzandlari Hasan, Husayn, Ruqayya, Muhsin va Ummu Gulsum roziyallohu anholar. Nechta son farzandlari? Siz hozir adashmasam 5 tani aytdingiz. 5 ta. 5 ta dedingiz, ha? Demak, 75% Qorachiq guruhiga barakalla. Davom etamiz. Qaysi komandaga keldik? Birinchi guruh Chipon guruhi. Kayfiyatdan tushirmaymiz. 27-savol. 27-savol. Abu Hanifaning shogirdlaridan biri Fazl ibn Rabi u kishi to'g'risida nima degan? Xo'sh, vaqt ketdi.
Abu Hanifaning shogirdlaridan biri Fazl ibn Robiy u kishi to'g'risida nima degan? Vaqt tugadi. Fazl ibn Robiy Abu Hanifa haqida: men u bilan 5 yil birga turdim. Undan sukutliroq insonni ko'rmadim. Agar undan fiqh borasida savol qo'yilsa, dona-dona qilib yaxshilab tushuntirib berardi degan. Barakallah, javobingizni qabul qilamiz. Negaki mazmuni to'g'ri. E'tibor qaratamiz ekranga. Undan sukutliroq insonni uchratmadim. Fiqh borasida biron masala so'ralsa, aniq va baland ohangda mamnuniyat bilan javob berardi degan javob. Barakallah. Chipon guruhi, Elbrus kayfiyatini tushirmaymiz. Sizlar hamisha bilimli va eng zo'r guruh sifatida hammamizni lol qoldirib yurgan guruhsizlar. Xo'sh, keyingi guruh, ikkinchi guruh ketdik, Suvnoq guruhiga. Oxirgi 28-savol. Marhamat, 28-savol. Fantom og'rig'i kitobida Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhuning birov haqida gapirish to'g'risidagi qanday hikmatli so'zi keltirilgan? Vaqt ketdi. Fantom og'rig'i kitobida Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhuning birov haqida gapirish to'g'risidagi qanday hikmatli so'zi keltirilgan? Diqqat qilamiz. Boshqa guruhlar jimlik saqlab turamiz. Marhamat, vaqtimiz tugadi. Suvnoq guruhidan javob beruvchilar bormi? Guruh a'zolaridan kim javob beradi savolga? Marhamat. Fantom og'rig'i kitobida Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu Jimlik anhuning saqlaymiz. biroz haqida gapirish to'g'risidagi qanday hikmatli so'z keltirilgan? U Javobingiz. kishi aytgan: birovning gunohini malomat qildim, 15 yildan keyin o'zimga qaytib keldi. Keyingi guruh bormi javob? Turkiston guruhi. Taxminiy javob ham yo'q. Qarachiq guruhi. Gapirsang yaxshi gap gapir, bo'lmasa sukut qil degan. Bo'lmasa sukut qiling. Xo'sh, Qarachiq guruhi. Qarachiq guruhining javobi. Turkistonda javob yo'q. Chipon. Birov haqida gapirsang, yaxshi gap ama yomon gap gapirsang, yolg'on bo'lsa tuhmat, rost bo'lsa g'iybat bo'ladi. Shuning uchun birov haqida gapirmang. Ekranga e'tibor qaratamiz. Aziz 4 tala guruh a'zolari, marhamat, bu savolning to'g'ri javobi ekranda. Bir itni ko'rganimda u it haqida gapirishdan qo'rqaman. Negaki Alloh meni itga aylantirib qo'ymasin deb. Juda ham ajoyib va eng teran ma'noli fikr. Xo'sh, 4-guruhga navbat beriladi. Marhamat, 4-guruh. 29-savol. 29-savol. Qadimiy ilohiy kitoblardan birining asl nusxasi qaysi shahardan topilgan? U kitobda Qur'oni Karimdagi qaysi oyat keltirilgan va u oyatning barakotidan qaysi shaharda va necha kishi musulmon bo'lgan? Vaqt ketdi. Qadimiy ilohiy kitoblardan birining asl nusxasi qaysi shaharda topilgan? U kitobda muqaddas Qur'oni Karimdagi qaysi oyat keltirilgan va mana shu oyatning barakotidan qaysi shaharda nechta kishi musulmon bo'lgan? Juda ham chiroyli savol. Marhamat, Qarachiq guruhi javobni tinglaymiz. E'tibor qaratamiz, jimlik saqlaymiz boshqa guruh a'zolari. Qadimiy ilohiy kitoblardan birining asl nusxasi Eronning Tastar shahridan topiladi. U qadimiy kitobda Qur'oni Karimning Oli Imron surasining 85-oyati yozilgan bo'ladi va bu oyatni o'qib musulmonlardan 42 Nasroniy boshqa dindagi insonlardan 42 ta olim inson islom dinini qabullaydi. Bu oyatda oxirgi zamon keladigan payg'ambarimizning Muhammad sallallohu alayhi vasallam olib kelgan dinga ergashishlik va u din haq yo'l, ya'ni u din haq din ekanligi haqida oyatning mazmunida shunday kimki unga ergashsa 2 dunyo saodatini topadi degan mazmundagi oyat keltiriladi. Juda ham to'g'ri javob bo'ldi. Qoniqarli javob bo'ldi desak bo'ladi. Ekranga nazar qaratamiz. E'tiborni ekranga qaratamiz. Marhamat, to'g'ri javob. Nega biz to'g'ri javob dedik? Demak, javobini ko'rik. Erondagi Tastar shahridan topilgan bo'lib, unda Oli Imron surasining 85, ya'ni kim islom dinidan boshqa dinni tutsa, hech qachon qabul qilinmaydi. U kishi oxiratda ziyon ko'rguvchilardan bo'lur oyat keltirilgan va Shom shahrida 42 kishi musulmon bo'lgan. Afarin Qorachiq guruhi, barakallah.
Marhamat. Chipon guruhi savol tanlash huquqi sizda. 30-savol. 30-savol. Turkiston bo'ylab minglarcha diniy markazlari mavjud bo'lgan saxovatli boy badavlat musulmonlar qanday hissa qo'shardilar? Vaqt ketdi. Jimlik saqlaymiz, aziz guruhlar. Turkiston bo'ylab minglarcha diniy markazlari mavjud bo'lib, saxovatli boy badavlat musulmonlar qanday hissa qo'shar edilar degan savol. Elbrus javob. Bu yerda aytilishi bo'yicha namoz o'qilgani uchun masjidlarga soliq solingan. Masjidlarga endi shu masjidga daromad kirib turgan daromad yo'qligi sababli mana shu Turkistonning betga tutar boy badavlat musulmonlari ana shu soliqlarni to'lab berishga yordam qilgan. Yordam qilib o'tirgandan keyin uni shular yordam berib o'tirganini bilib, kimki agar o'sha masjidlarga yordam qilsa, o'zlariga ham soliq solinadi. Mol dunyolarni tortib olamiz degan maqsadda aytilgan. Undan avval yana shu boy badavlat musulmonlar ana shu masjidlarga yordam qilgan. Masjidlar solishga yordam. Masjidlar solishga. Masjidlar solishga. Rahmat. Keyingi guruhda qo'shimcha ma'lumotlar bormi? Taxminiy javob. Bu yerda boy badavlat kishilar shu yerda toliba ilmlarning 15 yillik ta'lim xarajatlarini chiqarib berardi. Keyin shu yerda o'qigan toliba ilmlar masjidlarda din xizmatlarida ishlagan. Xo'sh, rahmat. Yana 3-guruh qo'shimcha qiladiganlar bormi? Biz ham shu So'naq guruhining javobiga qo'shimcha qilamiz. Ham qo'shilamiz. Bu boy saxovatli boy badavlat musulmonlar masjidlar qurishda yordam berdi. Undan bo'lak namoz solig'ini solgandan keyin u soliqni ham to'lardi. Undan bo'lak talab ilmlariga pul ajratib, ularni o'qitib turdi ham. Yer ham berdi masjid solish uchun, yerlarini berardi, o'z yerlarini. Yerlarni masjid solish uchun berdi. Aha, 4-guruhga beramizmi yo qabul qilamizmi hakamlar hay'ati a'zolari? Farhod. 4 ham o'tsami? 4-guruh qo'shimcha. Turkiston bo'ylab minglarcha diniy markazlar mavjud bo'lib, saxovatli boy badavlat musulmonlar u yerlarda masjid, madrasalar qurishga va ana shu madrasalarda tolibi ilmlarning ilm olishiga sharoit yaratib berishligi va ularga beriladigan nafaqa pullarini ana shu boy badavlatlarning zimmasida edi va yo'l chetidagi takiyaxonalar, vaqfxonalar qurdirgan. Chunki bu Turkiston eliga kelgan musofirlar ana shu takiyaxonalarda o'zlari bemalol yatib turib otlariga yemlarigacha, ya'ni shu musofirlarni butun xarajatlari shu davlatdan kelib ketadigan butun xarajatlarni shu boy badavlatlarning zakot pullaridan ajratilgan. Xo'sh, 4-guruhga ham rahmat aytamiz. Endi to'g'ri javobni ekranga qarab bilib olamiz. Marhamat. Saxovatli boy badavlat musulmonlar madrasalarning ta'minoti uchun o'z yerlarini vaqf etishardi. Tolibi ilmlarga bepul ta'lim berdilar. Ular 12-16 yillik ta'lim xarajatlarini o'z zimmalariga olishar edilar. 4-guruhning javoblarini endi eshitdingiz. Qanday baholash sizlarning zimmalaringizda? Hech bir guruhning javoblari to'liq chiqmaganligi sababidan javoblarni qabul qila olmadik. Hech kim e'tiroz bilmadi kerak. 4-guruhga ham. Yo'q, hech kimning. To'liqqonli javob bo'lmadi demak. Nimasi chiqmadi? Ma'nosi kelmadi. Qolgan uchalasiga 100 chiqmadi, 100% bo'lmadi. Xo'sh, mayli. Kayfiyatni tushirmaymiz aziz ishtirokchilar. Demak, davom etamiz. 2-guruh So'naq guruhi. 31-savol. 31-savol. Azam Hoshimiy onasining nasihatiga ko'ra Qur'on jildini qayerda ko'chirdi hamda ta'limini mukammal qilish uchun qayerdagi ulamolardan o'rgandi va mablag'ni qayerdan oldi? Marhamat, vaqt ketdi. Azam Hoshimiy onasining nasihatiga ko'ra Qur'on jildini qayerda ko'chirdi hamda ta'limni mukammal qilish uchun qayerdagi ulamolardan o'rgandi va bunga mablag'ni qayerdan oldi?
vaqtimiz tugadi. Afg'onistonga o'tadi va shu yerda Qur'on jildini ko'chiradi. Xo'sh, Afg'onistonda ko'chirdi. Xo'p, ta'limni mukammal qilish uchun Pokistonda ko'chirdi va onasi yana ichini to'ldirib oltin buyumlar solib qo'ygan bo'ladi. Keyin uni umrining yana yo'q, siz savolga to'g'ri javob bering bo'ldi. Qaysi ulamolardan ta'lim oldi? Ta'limni mukammal qildi. Hindiston va Pokiston ulamolaridan ta'limini mukammal qildi. Xo'sh. Mablag'i shu Qur'on yangi jildining ichidan chiqadi u. Ha, mablag'ni jildning ichidan oldi-ya? To'g'ri, to'g'ri. Xo'sh, demak, onasi tayyorlab ketgan. Qabul qilamiz. 75% bo'ldi. Endi to'g'ri javobni ko'ramiz, aziz gruppa. Afg'oniston degan javob to'g'ri bo'ldi, lekin keyin bilmadim nega Pokistonga ko'chib ketdi. Xo'sh, keyingi gruppa, 3-gruppa Turkiston guruhi, marhamat. 32-chi oxirgi savol. Savol: Imom Abu Hanifa suhbatdoshini adashtirishga harakat qilishning oqibati haqida nima degan? Juda ham ajoyib savol, vaqt ketdi. Vaqtimiz tugadi. Marhamat, Turkiston guruhidan javob. Umuman taxminiy javob ham yo'qmi? Xo'sh, undan keyingi guruhdan iltimos qilib ko'ramiz. Zulfiya, marhamat. Imom Abu Hanifa suhbatdoshini adashtirishga harakat qilgan kishining oqibati haqida shunday deydi. Suhbatdoshingizning adashishligiga harakat qilmang. Hattoki uni xayolingizga ham keltirmang. Agar suhbatdoshingizning adashishini xohlasangiz, shu narsani xohlasangiz, siz kufrga aniq ketasiz deb keltirgan. Barakalla, ya'ni kufrga aniq ketasiz deydi. Xo'sh, Chipon guruhi qo'shadiganlar bormi? Marhamat. Kimki suhbatdoshini adashtirishga harakat qilsa, uning kufrga ketishini istagan bo'ladi. Kimki suhbatdoshining kufrga ketishini istasa, avval o'zi kufrga ketadi. Barakalla, haqqoniy javob. Chipon guruhining javobi ham to'liq bo'ldi. Endi ekranga e'tibor qaratamiz, marhamat. Kim suhbatdoshi adashishni istasa, uning kufrga ketishini istagan bo'ladi. Zulfiyaning javobi to'g'rimi? Xo'sh, keyin kim uning kufrga ketishini istasa, undan avval o'zi kufrga ketadi degan ekan. Juda ham ajoyib javob. Barakalla. Xo'sh. Aziz kitobxonlar, kitobsevarlar, bugungi ishtirokchilar, bugungi bellashuvimiz endi sizlarni bilmadim, ammo men uchun juda ham bir qiziqarli mazmunli bo'lib o'tdi. Chipon guruhi, kayfiyat qanday? Bugungi o'tilgan musobaqa haqida fikringiz, Elbrus? Navbatdagi bu eshitamiz. 35-chi sonli konkursimiz o'zi darajasida a'lo darajada o'tdi deb hisoblaymiz va bugungi qo'yilgan konkursda qo'yilgan so'roqlar hammasi juda qiziqarli va tortishuvga boy bo'ladiganday darajada bo'ldi deb hisoblaymiz. Yengishni ham bilish kerak, yengilishni ham bilish kerak. Biz Chipon komandasi yengan paytda quvonishni ham bilamiz, yengilgan paytda boshqa komandaning quvonchiga sherik bo'lishni ham bilamiz. Barakalla, barakalla. Sona guruhidan. Assalomu alaykum. Mana bugun 35-soniga ham kelib yetdik. Bizlar juda ham tortishuvga boy. Har kelganimizda bir ilmni qo'shimcha qilib, o'rganib ketyapmiz. Masalan, o'sish bor, xudo xohlasa bizlarni guruhimizda. Va bugungi g'olib bo'lgan guruhni tabriklaymiz. Guruhimiz nomidan. Katta rahmat. Hali g'olib bo'lgan guruh aniqlanmadi. Kim g'olib bo'lsa ham, qaysi guruh bo'lsa ham tabriklaysiz. Shundaymi? Katta rahmat. Turkiston guruhi. Assalomu alaykum. Hurmatli ishtirokchilar, kitobxonlar. Bugungi 35-son juda ham qiziqarli bo'lib o'tdi. Juda ham tortishuvga boy bo'ldi. Bizni hozirgi kunda birinchi o'sha kitobsevarlar klubining birinchi soni bilan hozirgi 35-sonni taqqoslab ko'radigan bo'lsa, haqiqatdan ham o'sish bor. Hamma guruhda ham shunday juda ham kitobxonlar juda ham ko'p chiqmoqda hozirgi kunda.
bugungi savollarim juda qiziqarli bo'ldi. Bugungi g'olib komanda qaysi guruh bo'lsa ham o'z guruhimiz nomidan tabriklab qolamiz. Katta rahmat, juda ham ajoyib fikr bildirildi. Zulfiya. Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Sizlarni va barchangizni bugungi 35-soni 30-kitobni topshirishimiz bilan bayramona kunlar bilan chin qalbdan tabriklayman. Bugungi tadbirimizning eng o'zi asli har doim fayzli o'tadi. Bugun boshqacha fayzli bo'ldi, chunki bugun ustoz o'qituvchimiz Mahbuba opay bugungi tadbirimizni yurgizdi. Shuning uchun ham boshqacha fayzli bo'ldi deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat. Katta rahmat. Endi mana hakamlar hay'atiga beramiz, Farhod ukamizga. Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar, hurmatli mehmonlar. Bugungi tadbirimiz juda ham tortishuvga boy tarzda o'tdi. Tortishuvga boy tarzda o'tganining dalili ham chempion komanda bilan xullas 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin olgan komandaning orasida 1 ochko farq. Ya'ni Qarachiq komandasi 16 ball olib chempion bo'ldi, lekin Turkiston bilan Chipon komandasi ham 15 ball to'plagan. Bu degani Qarachiq kuchli, Chipon yoki Turkiston kuchsiz degani emas bu. Bu teng degani. Bu teng degani. Faqat bir savolda kimgadir omad kulib boqdi, o'sha jamoa g'alaba qozondi. Qarachiq komandasini bugungi nimasi g'alabasi bilan tabriklaymiz. Boshqa komandalarga kelgusida omadlar tilaymiz. Katta rahmat Qarachiq komandasiga, Qarachiq guruhiga alohida qarsaklar bo'lsin-chi. Tabriklaymiz, hurmatli Qarachiq guruhining a'zolari. Ammo hozir Farhod juda ham bir ajoyib fikrni aytdi. Chipon guruhi, Suvnoq guruhi, Turkiston guruhi, har bir guruhdagi ishtirokchilarning, qatnashuvchilarning bugungi javobi juda ham o'zgacha bo'ldi. Shuning uchun bugun biz uchun har biringiz g'olibsiz. Mana shunday bir ajoyib, chiroyli bir kechani, chiroyli bir kitobxonlar klubining ajoyib bir 35-sonini mazmunli o'tkazishida sizlarning xizmatlaringiz ko'p bo'ldi. Kitob o'qishda charchamang. Mana shu yerda bizda bir ikkita ishtirokchimizga qo'shimcha savollar bor ekan. Kitob olish taqdimoti bo'yicha hozir mana shu ikki ishtirokchimiz Zulqarnay va Shohsanam degan bilan Mahmudjon va Zarina degan ishtirokchilarimiz bormi? O'tgan safar biz Hadis va hayot kitobini o'ynatganmiz. Shu o'ynatgan ishtirokchilar ichida 2 ishtirokchidan 100% to'liq javob chiqqan. Biz shu yerda bu kitobni 2ga bo'lamadik va keyingi songa qoldirdik va yana savol tayyorlab keldik. Mana shu 2 ishtirokchi orasida o'tadi. Orasida yengani shu kitobni oladi. Shu kitobning egasi bo'ladi. Demak, 2ta ishtirokchi, juda ham bilibli ishtirokchilar. Savol quyidagicha, Shohsanam savolga e'tibor qaratamiz. Zarina xonim, Suroqa ibn Malik qaysi qabiladan edi va hijratning nechanchi yilida va qayerda musulmon bo'lishlik sharafiga ega bo'ldi? Vaqt ketdi, 30 soniya. Jimlik saqlaymiz o'tirganlar. Suroqa ibn Malik qaysi qabiladan edi va hijratning nechanchi yilida qayerda musulmon bo'lishlik sharafiga ega bo'ldi? Jimlik saqlaymiz. Demak, javobni eshitamiz. Marhamat, ikkita ishtirokchimiz ham javobni yozib berdi. Hakamlar hay'atiga topshiradi. To'g'ri javobni hozir eshitamiz. Kim mana shunday ajoyib kitobning egasi bo'lar ekan? Hozir ko'ramiz. Xo'sh, Farhodbek. Hakamlar hay'ati a'zolariga juda ham qiyin bo'lyapti, aziz bugungi bizning ishtirokchilarimiz. Endi hakamlar hay'ati a'zolari o'zlari muhokama qilgunga qadar mana shu ikki ishtirokchimizdan bir og'iz so'raygan. Xo'sh, marhamat Shohsanam, mana shunday kitobni sevishga kim ko'proq ta'sir qildi? Kimning xizmati ko'p bo'ldi? Ya o'zingiz yoshligidan qiziqarmidingiz? Xo'sh, kitobni sevishga nima sabab bo'ldi? Aniqroq savol. Yo'q, asli KSKgacha kitoblar, diniy kitoblar o'qiyaptim, lekin Tarixi Muhammadiyni ham bir o'qiganman, biroq bunday berilib zavq bilan o'qimaganman.
hozir KSK уже bir 50 martaday takrorlab tashladik biz tarixi muhammadiyni har takrorlaganda yana ham yangi narsa o'rganyapmizda. Barakalloh. Hozir uyga borib takrorlasam yana yangi narsa o'rganaman. Barakalloh. Demak, KSK klubining sizga foydasi ko'p tegdi. klubiga katta rahmat. Qarsak chalib qo'yiqchi, barakalloh. Xo'sh, keyingi ishtirokchimiz Zarina xonim, sizga. Men o'zim bu KSK kelmasdan avval ham diniy kitoblarni o'qirdim. Buni o'zim o'qiganman. Keyin bu yerga kelishimga menga dadam sababchi bo'ldi. Barakalloh. Ofarin, katta rahmat aytamiz. Javob tayyormi? Bu kitob sizlarniki. Aha. Mana shu ikki qizinki bu kitob. Sizlar ikkingiz bir olasizlar, xudo. Suraqa ibn Malik Bani Mudlij qabilasidan Hijriy 8-yili Jirona degan yerda Makka shahrining fathidan qaytib Taif nega shahriga borib qaytib kelayotgan paytda Jirona degan yerda Musulmon bo'ladimi? Musulmon bo'lishi. Javobni ko'rikchi. Javobni ko'rsin. Jirona, barakallah, javob to'g'ri. Javob to'g'ri. Turkiston guruhining a'zosi to'g'ri javob berdi. Endi ikkita ishtirokchimizning javobini o'qiymiz. Men Bani Kinona qabilasining Saidi dedim va hijratning 8-yili dedim. Demak, qabilasida adashibsiz, ya? Xo'sh, kim? Zarina qizimiz. Qanday javob yozgan edingiz? Zarina? Bani Mudlij qabilasi deganman, hijratning 8-yili deganman, Makka shahrining fathi deganman. Demak, joyida adashibsiz. Qarsaklar bo'lsin. Chpan guruhiga barakallah, ikkita ishtirokchi ham mana shu kitob uchun talashayotgan ikkita ishtirokchi. Elbrus, siz baxtlisiz, shunday ajoyib bilimli ishtirokchilarimiz bor. Test savollar bo'yicha quyidagi faol ishtirokchilar taqdirlanar ekan. Mana menga az familiyalar berildi. Hamidova Avtovapay va Sapar va Munavvar apaylarni qarsaklar bilan taklif etamiz. Marhamat. Test savollar bo'yicha yuqori ball olganlaringiz. Qarsaklar bilan olqishlab qo'yamiz. Barakallah, yutuqlar qutlug' bo'lsin. Bundan keyin bundan ham chiroyli mukofotlarni olishni Alloh o'zi nasib qilsin. Ilmingiz ziyoda bo'lsin. Tabriklaymiz apaylar. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat. Mana shu klubni boshqarib kelayotgan Abdurahmonga avvalambor ta'zim. U kishiday jonkuyar, u kishiday bilim sohasida yuqori darajada bo'ladigan inson endi Abdurahmon akadan boshqa topilmasa kerak menimcha. U kishiga faqat rahmat aytamiz. Shu bilan birgalikda shularning tashkilotchilariga ham rahmatimizni behisob yog'diramiz hamda hammangiz yuqoridan ko'rinaveringizlar. Mana bugungi g'oliblarni, ya'ni g'oliblikning bardavom bo'lsin deya Shahnoz gruppasini ham tabriklab qo'yamiz. Assalomu alaykum. Hammamizga omad. Ilmlaringiz bundan ham ziyoda bo'lishini tilab qolaman. Hammaga bir g'olibliklar nasib etishini tilab qolishni yana bir bor hammaga yana bir bor rahmat aytaman. Talg'at va Zulfiya qizimizni hamda Rustam va Sevinch qizimizni taklif etamiz. Marhamat. Aziz bugungi ishtirokchilar, bu ikkita qizimizning bugungi yutug'i YouTube tarmoqlari bo'yicha eng ko'p like yiqqan hamda eng yaxshi kommentariyalar yozilgan ajoyib bir yutuqlarga ega bo'lganligi uchun berilyapti bu mukofot. Qutlug' bo'lsin. Bundan keyin muxlislaringiz soni bundan ham ko'payaversin. Tabriklaymiz. Endi aziz qaynonalarimizga ham mukofotlar bor ekan. Marhamat. Satboldi va Nigor opamizga va To'xtash va Shirin opamizga. Aziz qaynonalarga rahmat aytamiz. Uyda kelinlik vazifasidan bo'shatib ilm olsin deb kelinlarga mana shunday chiroyli bir vaziyatlarni, qulayliklarni yaratib qo'ygan qaynonalarga katta rahmat. Ushbu mukofotlarni ikkinchi onalaringizga yetkazib qo'yasizlar degan umiddamiz. Sizlarga ham katta rahmat. Hurmatli kitobsevarlar, hurmatli bugungi chiroyli bir tadbirga kelgan aziz insonlar. Men bugun o'zim birinchi marta mana shunday bir chiroyli tadbirda boshqaruvchi bo'lganimni quvonib turibman, xursand bo'lib turibman. Sizlar kabi bir dilida iymon bo'lgan, ko'zida nur yog'ilib turgan, kitobni o'qish orqali ilm izlagan hamma aziz yurtdoshlarimizga, aziz opalarimizga, ukalarimizga, akalarimizga, singillarimizga rahmatlarimiz cheksiz.
bundan keyin mana shu stolda o'tirib sizlar bilan birga biz ham bellashamiz degan niyatda bo'lib turibmiz. Alloh buyursa har birimizning qalbimizga sizlarning qalbingizdagi kabi kitobni sevishlik nasib qilsin. Keyingi safar 36-sonida yana shu mana shunday ajoyib davrada birga ko'rishlikni Alloh nasib qilsin. Bayramlar muborak bo'lsin. Dam olishingiz xayrli o'tsin. Kitob o'qishda charchamang. Xayr, sog' salomat bo'ling.